O'zbekistonlik tennis o'ynovchilar. Mana bugungi videomizda o'tgan videodagidek o'yin o'ynayotgandek shu vaqtim olmadi, keyin video chiqara olmadim. Hozir men bir nechta kuchaytirgichlar yig'ib qo'yganman. Mana shulardan foydalanib kuchaytiramiz akkauntimizni. Va transferga kelgan arzon futbolchilarni sotib olib, mana bularga o'xshab sotib yuboramiz. Va biz klipimizni cho'zib o'tirmasdan boshlaymiz. Avvalambor sizlardan mana sezon pastiga 3 ta pushti kelganini ko'rishingiz mumkin. Mana 3 ta bor. Pastdan 2 ta kelgan. Agar mana bu sezon pastni qimmatrog'ini ochsangiz, o'shandan sizga hammasi ochiladi va o'ynab mana sezon past yig'ib shunaqani ochib, keyin o'ynab yig'sangiz, hammasini olsangiz bo'ladi. Bitta kelishda 5 tani olsangiz, mana bu yerdan Levida kelgan, draftdan kelgan, o'shanaqalardan olishingiz mumkin. Qani biz cho'zib o'tirmasdan videoni boshlaymiz. Hozir birinchi kuchaytirishdan boshlaymiz. Futbolchilarni 7 dona kuchaytiruvchimiz bor. Ketdi birinchisi. Internet ishlamayapti hozir bu yerda. Breytlin Barkolya kuchaydi. Yana bitta beramiz. Husanov kuchaymoqda. Yana Barkolyaga berdi. Bu yerda. Va Pedriga bermoqda do'stlar. 2 ta dona qoldi. William Saliba. Yana bitta beramiz. Pedri 86 bo'lmoqda. Bu yerda bersammikan? Nima deysizlar? Ikkitalik bersam, bermasammi? Halicha turib tursin. Mana sizlarga aytganimdek tanga yig'dim va mana yoqda 25 ta beradigan stadionni 31 talik qilib oldim. Mana bu yerni full qilib. Mana shunday ko'rinishda edi. Mana shunday ko'rinishda turgandi bu yeri ham. Mana bu yerda full qilmoqchi edi. Lekin bu yer arzonga tushdi. Shuning uchun mana bu yerni full qildim. Endi esa yanagi videoda mana bu yerni full qilib ko'rsataman. Mana 2255 ta tangaga bor. Bu yerni ozgina ko'tarib qo'yamiz oxirigacha. Mana shunday ko'rinishda keladi 4000 ta tangada. Agar bu yerni bekor qilsak, bu yer arzonroq bo'ladi. Mana 1900 ta tanga ko'rishingiz mumkin, chunki bu yer mana ozgina kuchaytirilgan, shuning uchun. Va bu yerni full qilgandan keyin 4 tomonini full qilamiz. Sizlar bilan mana bundaqa. Mana bu tomonlarni full qilamiz. Shunday ko'rinishga kelish kerak. Bu yerga qolib ketdi. Mana 12500 ta tanga ketadi. Agar ustilarini yopib chiqsak, juda ham qimmat bo'lib ketadi. 12500 dan ancha qimmatlashadi. Mana shunday bo'ladi. 18100 ta tanga ketishga, 100 ta tanga 18160 ta tanga kerak bo'ladi buning uchun sizlarga. Ana shunday ko'rinishga keltiraman, mayli sizlar uchun. Va men ikkitalik mana bu yerda kelgan draft bor. Men olmos yig'ib mana bu yerdagi trenerni kuchaytiraman va kuchaytirgichlar ancha arzonlashadi. Mayli sizlar uchun men bitta ikkitalikdan berib ko'raman hozir. Qani ketdik. Ikkitalikdan berdim. Vinicius tezligi full bo'lmoqda. Viniciusda yaxshi ketmoqda do'stlar. Bu yerda bugun men shu yergacha olishim kerak. Men klanda 545 ming ta bizni klan.
Men hali o'ynaganim yo'q, shuni sababli mana ko'rishingiz mumkin, 0 ta bo'lib turibdi. O'tgan videoda aytganimdek, agar sizlar ham payt tugaguncha mana bularni yig'ib olmasangiz, bunday narsalarni bermaydi. Mana ko'rishingiz mumkin, qizil agent ham bor. Bu yerda olsangiz bo'ladi 8 millionta qilib jamoangiz bilan. Men birinchi o'yinni boshlayman, futbolchilarni jonini ko'paytirish. Jonini ko'paytirib oldik va birinchi o'yinda hozir bitta reklama ko'rib olamiz. Reklamani ko'rib oldik va biz o'yinimizni trap bo'lib qoldi bu yerda. Mana biz o'yinda ko'rsatib oldik. Transferlarda arzon futbolchi kelmagan. Futbolchilarning joni kamaygan. Bitta chaqirib ko'ramiz. 76 taga keldi va bizda buni sotamiz. Hozirda biz hozir emas, keyingi videoda ishlatamiz. Keyingi videoni bo'lmasa sizlarga qolmaydi. Mana bu yerdagi terni ham ancha pastlatishim kerak. Aytganimdek o'tgan videoda davomida hozir men buni olaman. Aytgancha mening o'rvinim ham 26 edi, mana 27 bo'ldi. Yaxshi ketyapman. Shuncha men mehnat qilib sizlar uchun video chiqarib olmaslarni ishlatyapman. Shu mehnatimga yarasha bitta like va bitta podpiska bosib qo'yinglar. Sizlardan hech narsa ketmaydi do'stlar va xayr, sog' salomat bo'linglar.